Tuflab qo'ygan joyidan o'tib bering. Men chiroyli chiqaymanmi? Voy go'zalsiz. Alloh xudo kechirsin. Xo'p. O'rtoqlar, men hozir kamerani oldiga dunyodagi eng uzun odamni chaqiraman. Men o'shadim. Qardiyor, bu yoqqa qat'iy ketdingiz. Men hozir kamerani yoniga o'tlab ketib qoladigan odamni chaqiraman. Men hozir kamera oldiga o'zi kichkina bo'lsa ham zo'r fikrlaydigan odam chaqiraman. Men o'shadim. Men hozir kamerani oldiga komandamizdagi eng asabbuzar bolani chaqiraman. Sen aytyapti. Kim asabini buzgan mana shu. To'y boshlaganmi? Hazırlaşdım. Hozir men kamerani oldiga jonkera odamni chaqiraman. Unaqa odam yo'q siz o'zir. Men hozir kamerani oldiga dunyo go'zalini chaqiraman. Qani siz chaqiraman. Dunyo go'zalini chaqirmoqchimisiz? Boring unaqaga. Xurram Sulton oldiga. Xurram Sulton. Siz fukusingiz bilan xurshagan fukusim farqi bor. Men hozir mikrofon. Men hozir kamerani yoniga o'zi birovni urib ketsa ham qochayin deb jahl qilib qo'yadigan odamni chaqiraman. Men hozir kamera oldiga qaramang, nima deb o'ylayapsiz? o'zi uzun bo'lsa ham hech qanday muammolarga aralashmaydigan bolani chaqiraman. Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldiryapti bular aka? Meni tunab ketishyapti. Men hozir kamerani oldiga ko'chada ko'rgan qizni sevib qoladigan bolani chaqiraman. Men Ha, gapir. kimni sevib qolganmi? Siz boring. Siz? Yo'q, xurshagan. Kursaga. Bana aloqam yo'q. Meni ham chiqadi aloqam yo'q. Men kamerani oldiga hozir Direct'ga Ronaldo yozgan qizni chaqiraman. Direktingizga Cristiano Ronaldo yozgan. Kechada oldin Ronaldo bilan ko'rishgandim. Men Messi bilan har kun gaplashib turaman, bilasizmi? Men hozir kamera oldiga komanda uchun eng ko'p qayg'uradigan odamni chaqiraman. Qo'lingizni tushirib gapiravering, aka, normalniy gaplashamiz o'tdi. Mana ikkita yarimta bo'lmishdi, bitta qilib qo'yamizmi? Hozir kamerani oldiga eng punktualniy bolani chaqiraman. Adashib qoldingizmi deyman aka? Men hozir kamerani oldiga komandamizni erkat oyini chaqiraman. Qulog'ingda varrang qo'ydi. Pulda emas yoki boshqa muhim e'tiborda, aka. Bunaqa e'tibor qilmay qo'ygan. Men hozir kamerani yoniga o'zi atigi 5 yosh katta bo'lsa ham, lekin o'zini chol deb hisoblaydigan odamni chaqiraman. Biz mana hozir kamerani oldiga butun komandani yig'dik. Komandaning ba'zi bir a'zolari hozir bu yerda emas. Biz kommentariyaga muxlislarni chaqiramiz.